Assalomu alaykum hurmatli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinglər. Mən Hidayət Musacan. Bugün 4-cü ayının 5-ci günü düşənbə. Həmənlərin bu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, bugün, yəni 5-ci aprel bolsa yaxın zaman tariximizdəki milli görüşümüzün ilham buluqı hesablanğan Barın inqilabının 31-ci illik xatirə günüdən ibarət. Həmmimizге məlum boğunudək vətənimiz Şərq Türkistanның Barın yesida 1990 yılı 4-cü ayının 5-ci günü Zeydin Yusuf başçılığındakı vətənpərvər oğlanlarımız Xitay Kommunistik hakimiyyətinin xalqımızga selayotgan dəhşətlik ağır zulmi, siyasi besimi, irqi kəmsitişi, milli və dini cəhətdəki yoxutuş siyasətiga qarşı qozğulub, Köreşcan Uyğur xalqının və cəngavər əcdadlarımızın zulmğa və mustamlikachilarga tiz bükməydigan Köreşcan ruhini namayan qilgan edi. Barın inqilabının 31-ci yıllığı münasibeti bilan Şərq Türkistan xalqının erkinligi, hürligi və milli müstəqilliği üçün kürəş qilib, issiq qonlarini pido qilgan Zeydin Yusuf başçılığındakı bütün şəhidlərimizni cho'nqur hurmat və sevinish bilan əslaymiz. Şəhidlərimizin ruhi şad bolsun. Hürmetli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Mustabid Kommunist Xitoy hokimiyatining o'zining Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlarni oqlash maqsadida 1 aprel kuni Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining chet ellarga qaratilgan tashviqot qonuni CGTN orqali tarqatgan Ko'langudagi urush nomli tashviqot filmi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va g'arb matbuotlarining kuchli tanqidiga uchrab qolmasdan chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning muqaddas g'azabini qo'zg'adi. Xitoyning mazkur tashviqot filmida terrorist degan bo'xton bilan o'lim jazosi berilib 2 yil kechiktirib ijro qilish va siyosiy huquqidan umr bo'yi mahrum qoldirish jazosiga mahkum qilingan Qaraqosh nohiyalik soqchi idorasining sobiq boshlig'i, atalmış Abdunum rayonluq Adliya nazoratining sobiq noziri, Abdunum rayonluq Partikum siyosiy qonun komitetining sobiq muavin sekretari Shirzat Baudun, o'tir boshlang'ich maktablarning darslik kitoblariga terrorizmni va bo'lgunchilikni targ'ib qiladigan mazmunlarni kirgizgan degan bo'xton bilan o'lim jazosi berilib 2 yil kechiktirib ijro qilish va siyosiy huquqidan umr bo'yi mahkum qoldirish jazosiga mahkum qilingan atalmış Abdunum rayonluq Maarif nazoratining sobiq noziri Sattar Savud, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Abdunum rayonluq Maarif nashriyotining sobiq boshliqlaridan Abdurazzoq Soyim, Tahir Nasir, Abdunum rayonluq Maarif nazoratining sobiq muavin noziri Olimjon Mamtimin va o'xshash jinoyat bilan turmaga tashlangan Uyg'ur adablaridan Yalqin Ro'zi va Vohidjon Osmonla atalmış 200limichi kadrlarning tipik vakili sifatida ayblangan. Bularning ichida Shirzat Baudun bo'lsa Sharq Turkiston Islom partiyasining Sharq Turkistondagi eng cho'ng kottibishi qilib ko'rsatilgan va tashviqot filmida uning atalmış iqrorlariga keng o'rin berilgan. Tonulgan ma'arifchi, nashriyotchi va adablarimizdan Sattar Savud, Abdurazzoq Soyim, Tahir Nasir, Olimjon Mamtimin, Yalqin Ro'zi, Vohidjon Osmon qatorliqlarning atalmış jinoyatlari sifatida Uyg'ur boshlang'ich maktablarining til adabiyot darsliklarida o'rin olgan 7 qizlarimning rasmlari, Türkiye Cumhuriyeti'nin qurg'uvchisi Mustafa Kamal'ning Oy yulduzliq medal taqib tushgan rasmi bilan 1944-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti'ning rahbari Ahmadjon Qosimning maydisiga Oy yulduzliq medal taqib tushgan rasmi eng asosli dalil qilib ko'rsatilgan. Amaliyotda bo'lsa Ahmadjon Qosimning bu rasmi atalmış Abdunum rayonluq partiya tarixiy ishxonasi tarafidan har xil tillarda nashr qilingan kitob jurnallarda ko'p qitim o'rin olgan. Hatto bu medal Xitoy hukumatı tarafidan ishlangan kino va televiziya filmlaridami ko'p qitim ko'rsatilgan edi. Manju imperatorluğunun işgali ve zulümüge karşı isyan qilgan 3 turpanlıq 7 qızlarımı ilgiri Xitayning o'zining tashviqotlarida zavallıqqa yüz tutgan Manju xandonligining zulümüge karşı köreş qilgan qahramon qizlar deb tashviq qilingan. Hatto ayni chog'da Aqsu viloyatlik san'at o'miki tarafidan sahnalashtirilgan 7 qizlarim dramasi Aqsu viloyatlik partikumning qo'llashiga erishgan. Temir Davamat qatorliq yuqori darajali qo'rchoq amaldorlarmi bu dramani maqtab ko'k ko'targan edi. Bugungi kunga kelganda Xitoy hokimiyatining buni qandaqdir terrorizmning va milliy bo'lgunchilikning dalili qilib bozorga selishi aslida mustabid Xitoy hokimiyatining 200limichiligini aniq sharhlab turmoqda. Xitoy hokimiyatining yuqorqi tashviqot filmida yana atalmış terrorist tashkilotlarga qatnashganligi uchun qo'lga ilingan Almira Muxtar qatorliq bir qism Uyg'ur mahbuslarning iqror va pushaymonlariga o'rin berilgan bo'lib, mazkur filmda ko'rsatilgan mahbuslar ichida terrorist deb ayblanib qo'lga ilingan Abdul Tursun To'xti ismli mahbus bo'lsa qandaqdir o'lsimi tövbe qilmaydigan va iqro bo'lmaydigan jahil terrorchi unsur qilib ko'rsatilgan bo'lib, filmda Abdul Tursun To'xti so'roqchining "Sen texi hozirgacha o'zingning qonunga xiloflik qilmadim, xatolik o'tkazmadim deb qaramsan. Özünün Allah'ı üçün adam öldüremsen.
Sen degan jannat qandaq narsa? Agar jannat sen degandek shuncha go'zal bo'lsa, nemishqa hozirli jannatga ketmading degandek savollarga tövandikidek javobni bergan. Ya men hech qanday jinoyat o'tkazmadim. Qilgan ishimdan eng xursandman, sharaf deb his qilaman. 为了真主，你可以去杀人。 Eğer birisi o kupar olsun, Allah buyurursa, üzümün oğlunu bozlaşqa buyurursa, üzümün oğlunu bozlap taşlayman. 你现在最想做的事情是什么？ Elbette benim o arzuyum, Allah buyurgan işine kadar cennet giriş arzuyum var, çok arzuyum bu benim. 天堂是什么样子的？ Cennet kengurlukka asman zeminden kengurluk keladigan en güzel bo'lgan bağçılar, 72 tane en güzel hürlerden toşkuzulgan, insan közülen kürep bakmagan, kalbiga keçikip bakmagan, kulakta anlap bakmagan tatlık nazı nimetlerden toşkuzulgan, insan oyluğundan artık hesselep verilgan katta nimetlerden toşkuzulgan urundur. Hem mengülüktür. 如果天堂那么美好，你为什么现在不去天堂呢？ Turmadaki muşu bergen, muşu turmuşumni Allah'ın bana bergen en katta sınavı hem Allah'ın bana bergen en katta bir, en yaxşı bo'lgan bir turmuşu. 你没有觉得你受欺骗了吗？ Puşayman qilganimdan titma bulab, o'tqa tushib, kavab bulab ölüp ketganim sümlük. 你相信有一天你还是会转变的吗？ Her kuni attigini qopab, 100 qitim Allah'tan qattiq sig'inib panohda tayab qilman, ashundaq o'zgarib ketib qolishdan. Chet analizchilar Abdul Tursun To'xtining yuqorqi bayonlarini Xitoy hokimiyati tarafidan maxsus o'rinlashtirilgan bir teatr deb qaramoqda. Chunki o'lsimi tövbe qilmaydigan va ixro bo'lmaydigan jahil terrorchi unsur qilib ko'rsatilgan Abdul Tursun To'xtiga oran 9 yillik muddatli qamoq jazosi berilgan bo'lib, kuzatuvchilarning qarashicha Sharq Turkistonning bugungi vaziyatida yuqorqidek so'zlarni qilgan birining turmada hayot qilishi va oran 9 yillik qamoq jazosi elishi asla mumkin emas. Dünya Uyg'ur Qurultayı Xitoyning yuqorqi tashviqot filmi e'lon qilingan 1-aprel kuni bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining bir qism Uyg'urlarni go'raga elib olib, ularni majburiy so'zlatish orqali o'zining Sharq Turkiston xalqi ustidan rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlashga urinishdek bu xil razil va iflos qilmishini qattiq aybladi. Bayonotda Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimning tuvandagi bayonlari yara olgan. Xitoy hokimiyatining o'zining razil maqsadiga yetish uchun boshqalarni go'raga ilib olib, majburiy iqro va tövbe qildirishdek bu xil qilmishidan hayron qolmadim. Chunki Xitoy hokimiyati uzun yillardan buyon bu xil taktikasini menga qo'llandi. Vatandagi urug' tuqqanlarimni go'raga ilib olib, menga qarshi so'z qilishga majburlash orqali mening izzat hurmatimni to'kishga va meni o'zimning kurash irodasidan voz kechtirishga urinib keldi. Qurultayning bayonotida yana Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi sababli Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining kuchlik noroziligiga va Xitoyga qarshi orqa-orqadan yurgizayotgan jazo va embargo tadbirlaridan qattiq sarosimaga tushgan Xitoy hokimiyatining turmalarga banit qilib olgan Uyg'urlarni majburiy ekronga chiqarib so'zlatish orqali o'zini oqlashning ko'yiga tushganligi. Ammo vatan ichidagi Uyg'urlar erkin fikr qilishdan tamoman mahrum qoldirilgan bugungi vaziyat ostida yana Xitoyning bunday vositalarni qo'llanishiga xalqaro jamoatchilikning va dunyo xalqlarining hech bir zaman qaymoqib qolmaydiganligi. Chunki Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarining dalil isbotlari bilan orqa-orqadan oshkorlanayotganligi ta'kidlab o'tildi. Amerika prezidenti Joe Biden hokimiyat beshiga chiqqandan keyin mayli o'zi bo'lsin yoki uning tashqi ishlar ministri Tony Blinken bo'lsin, Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi ittifoqdoshlari bilan birlikda harakat olib boradiganligini ta'kidlab kelgan edi. Hozir ular ta'kidlagan bu xil birlikning nihoyatda tez suratda shakllanayotganligini ko'rib bilish mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida 22 mart olgan o'rtaq qarori. Shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Kanada va Gollandiya parlamentlari tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinishi buning jonliq o'rnaklaridan iborat. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari advokat Nuri Turkal apandi 4 mart yakshanba kuni istansimizning Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashib qolgan so'zida o'zining Amerika bilan boshqa g'arb ellari o'ttirisida shakllanayotgan bu xil hamkorlikning kelgusi taraqqiyotiga bo'lgan qarashlarini o'ttirg'a qo'yib mundaq dedi. Siz de aytib muhim bir savolni sordingiz. Siz ko'rib turayotgandek o'tganki 3-4 yil ichida shu Uyg'ur masalasi dunyo jamoatchiligida nihoyatda ko'p diqqatni jalb qildi. Ondan keyin ba'zi tadbirlarni qo'llandi. Bunun da asosiy yetakchi kuch Amerika yolg'iz bo'lib kelayotgan. Ben bugün kadar hozirgi Biden hukumatininki e'lon qilgan embargolarni hisoblaganda
70 karar çıkarıldı Uygurlar doğrusunda. Embargo, vize çekleş degендek. Ondan başka kongreste kanun ötküzüldü ve 3 hazırmıştapta 3 kanun var körülevatkan. Lekin bu yeterlik bir önüm göstermek kalgan. Şundan bu Biden hükümetininki senin Trump hükümetinden Xitay siyaseti, Uygur siyasetinin farkının buldu degende biz halkara ittifakdaşlarımız bilen ve dostlarımız bilen birlikte ip barımız dep va'da bergen kampanya vaqtida saylan mezgilide. Endi bu işni faqatla Joe Biden'ın hükümeti qilgan ishmi deb so'rab qilishingiz mumkin, da kallangizda savol kelishi mumkin. Undaq emas. Bu xizmat o'tgan hukumatda boshlangan. Masalan, 2019-yili BDT'deki yıllık yığın mezgilide Uygurlar için alayda programlar orlaştırılgan. Mesela sabık Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Orta Asiyadagi davlatlarning rahbarlarini yig'ib, ularga Uygur meselesi pozitsiya teşebbüs qilgan. Bu Vatikangacha berib, Pope'ning oldida Uygurlarning vaziyatiga endisini ifodalab, nutqlarni so'zlagan. Endi u boshlab bergan yo'lning davomining natijasini Antony Blinken ijro qilyotdi. Endi bundan şu diplomatik jihatdagi bu bösüş karakterlik özgürüşünü qisqa vaqt ichida ko'rdik. Chunki u silingan jamoatlik dunyo jamoatchiligi bu vaziyatdan to'liq xabardor bo'layotgan va uyg'onayotgan va Uyg'ur masalasidagi bu arzu qilgandek natija chiqmasligi, masalan Xitoy hokimiyatiningki do'stona bo'lsin, ochiq bo'lsin, yipiq shaklda bo'lsin, diplomatchilarningki bergan takliflar, tanqidlarini anglash yo'q tutulsun. O'zininkini to'g'ri ko'rsatman deb dunyoda ipayotgan faoliyatlari buni backfire deymiz. Siyosatchilarni texmo o'yg'itib etgandek mushta ahvol bo'ldi. Hem jig'ib aytgan chog'da Uyg'urchada bor yolg'iz otning ching chiqmaydi degan so'z var. Shunga o'xshash Trump hukumatininki yurgizgan siyosatlari ma'lum ichki va tashqi jihatdagi ochiq bo'lmagan pozitsiya va siyosatning ta'siridan xalqaro jamoatchiligininki yetarlik himoyasiga, qo'llashiga, birlikda ish bejirishiga erishamagan. Hem de hozirgi bu Tony Blinkenning yetakchiligidagi tashqi ishlar ministri uzun yıldan beri şu tashqi ishlar ishini qilgan bir shaxs bo'lish sifati bilan dunyo jamoatchiligini yeniga tortib tadbir ko'rsatishga nihoyatda yaxshi bir unumlik bir muhitni hozirlab beryapti. Masalan, hozir Kanada, Angliya, Avstraliya, Yapon, Yevropa Birligi, Gollandiya Tony Blinken bilan o'xshash maydonda, o'xshash mavqeda so'zlayapti. Qolganlar bor, ularga ichki suhbatlarda pozitsiya tutib qo'llayotgan bilan teshik chiqib texi pozitsiya tutmaydi. Mesela Yevropa Birligining tashqi siyosatida bir davlat qarshi chiqsa, bir tashqi siyosat ijro bo'lmaydi. Yevropa Birligi davlatlardan tashkil topgan ittifoqdosh bir gavda. Bu gavdaningki o'zining ayrim tashqi siyosat prinsiplari va programmları var. Şundan şu Yevropa Birligining bu sapga qo'shilganligidan men bütün Yevropa ellerininki Tony Blinkenning yine kelganligini ko'ryapman. Buningki davom qilganligini, texnik chuqurlashganligini qiyos qilish ancha tez emas. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Germaniyadagi yerlik o'quvchilar tarafidan tashkillangan Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dash birligi 3-aprel shanba kuni Germaniyaning dunyoga mashhur Audi avtomobil shirkatining markazi joylashgan Ingolstadt shahrida Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyat bilan bo'lgan hamkorligingizni to'xtating degan shior ostida birlashma namoyishi o'tkazdi. Yaqindan bu yana Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dash birligi Audi avtomobil shirkatining iqtisodiy yordami bilan Ingolstadt shahrida qurilgan Audi Konzi institutini darhol taqash haqida safarbarlik boshlatgan va Audi avtomobil shirkatidan Audi Konzi institutiga berayotgan yordamni Uyg'urlarning erkinligi va insoniy haq huquqlarini qo'g'dash uchun kurash qilayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayiga berishni talab qilib kelgan edi. Dünya Uyghur Qurultayining chaqiriqiga asosan Germaniyaning Myunxen shahrida va boshqa shaharlardan Ingolstadt shahriga to'plangan Uyg'ur namoyishchilar va Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan Germaniyalik o'quvchilar dunyoga mashhur Audi avtomobil shirkatidan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining siyosiy tashviqotchiligini qilib kelgan Konzi institutiga berayotgan iqtisodiy yordamini darhol to'xtatish bilan birga Germaniya hukumatining Xitoyning fashistik ideologiyasini va kommunizm tushunchisini oshkora targ'ib qilayotgan Konzi institutlarini taqashni talab qilishdi.
Namoyishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon, Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon va yerlik o'quvchilar vakillari Germaniya shirkatlarini Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga sherik bo'lmaslikka, Konzi institutiga o'xshagan Xitoy organlari bilan bo'lgan hamkorliklarga darhol xotima berishga, bo'libmi Uyg'ur majburiy amgikiga chetilib qilishdan hazar aylashga chaqirdi. 3 milyondan ko'p inson 21. asrdagi rasmiy erkin qirg'inchilikqa uchrayotgan bir vaziyat. Nurg'unlagan davlatlar bunga qarshi isyon qotidi, nurg'unlagan insonlar bunga qarshi isyon qotidi. Ammo biz yashayotgan Germaniyada Xitoyning bu Konzi instituti davomli yangi ochiq bir shaklda davom etadi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumi dunyoga oshkorlangandan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayi va Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti Uyg'ur majburiy emgakidan naf elayotgan Germaniyaning dunyoga dongliq Volkswagen, Hyundai, Siemens qatorliq shirkatlarga qarshi safarbarlik boshlatgan. Bo'libmi Urumchiga sho'ba zavodi qurgan Volkswagen avtomobil shirkati eng asosli tanqid nishonlarining biri bo'lib kelgan edi. Hozir Volkswagen avtomobil shirkatiga qarshi norozilik harakatlari boshqa ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari orasiga kengaydi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri To'kalbidan Amerikadagi Simon Wiesenthal markazi yer shari ijtimoiy harakat programmasining direktori Rabay Abraham Koper 1 aprel haftalik xabarlar jurnalida birlashma imzoliq maqola e'lon qilib, dongliq Germaniya markazi Hugo Boss bilan Volkswagenning natsistlar Germaniyasida yahudiylarni qul qilib ishlatishda kashmishlardan saboq olmaganligini, ularning qul qilingan Uyg'urlardan foydalanish orqali tarixni takrorlayotganligini qattiq tanqidlagan edi. Yaqinda Diplomat jurnalida e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha o'tgan 2 oyda tadqiqotchilar, aqllar organi, axborotchilar va tor bexatarlik shirkatlari bir necha turli tekshirishlar orqali Xitoyning tor tashviqotida yangi o'zgarishlar paydo bo'lganligini bayqagan. Xitoy hukumati zo'r miqdorda odam va moliya kuchi ajratib, hukumat hisobidan boshqa yana saxta shaxsiy hisob ochib, yer shari xarakterlik ijtimoiy aloqa supurlarida yolg'on xabar tarqatish bilan shug'ullangan. Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha Facebook, Twitter, YouTube qatorliq dongliq ijtimoiy aloqa vositalarida Xitoyning hukumatga va shaxsga tava rost yolg'on hisoblari aktiv faoliyat qilayotgan bo'lib, Xitoyning yolg'on, saxta uchurlarini hamma yoqqa tarqatish bilan shug'ullanadi ekan. Tor bexatarligi shirkati Grafikaning doklati va ijtimoiy aloqa supurlarining o'zini nazorat qilishi ostida Facebook, Twitter, YouTube qatorliqlar kimligi noma'lum, gumonliq obotlarni o'chirib tursimi, ular yana boshqa yo'llar bilan davomli harakat qilib turadi ekan. Grafika shirkatining bayqishicha Xitoy diplomatlari o'zining Twitter hisobida ashundoq saxta obotlarni vatanparvar puhrolar deb qarab, ularning yo'llagan narsalarini ko'plab tarqatadi ekan. Grafika shirkatining tekshirish natijasiga qaraganda Xitoyning ta'tir tashviqotining soni, miqdori, surati va texnikalik hiylagarligi alohida diqqat qo'zg'aydi ekan. 2020 yili 2 oydan 2021 yili 1 oygacha Xitoyning saxta Twitter abotlari 1400 dan ko'p video tarqatgan bo'lib, buning ichida ko'pinchisi ma'lum voqea yuz berib 36 soat ichida uningga inkas bildirilgan videolar ekan. Bu videolarning sifatidan qaraganda uni ishlash uchun ko'p mablag' ketadigan bo'lib, odatdagi abotlar uni ishlab bo'lanmaydi ekan. Tekshiruvchilar yana Twitterda tarqatilgan uchurlarning e'lon qilingan vaqtining Xitoyning vaqti bilan birdek ekanligini bayqagan. Xitoy tarqatgan saxta uchurlarning mazmuni keng doiralik bo'lib, koronavirusi Amerikaning suiqasdlik plani, Uyg'urlar terrorist degandek o'sak gapdan boshlab, lagerlar yo'q, majburiy emgak yo'q, Uyg'urlar baxtli yashayotidi degandek yolg'on tashviqot, ko'z bo'yamchiliklarning hammasini o'z ichiga oladi ekan. Yaqinda Wall Street Journal'da e'lon qilingan bir maqolada bildirilishicha Xitoy hukumatining Twitter, Facebook qatorliq ijtimoiy aloqa torlarida Sharq Turkistondagi oz sonliq millatlar siyosatiga doir ilib borgan ko'z bo'yamchilik tashviqoti o'tgan yil tarixdagi eng yuqori pallaga chiqqan. Bo'libmi Xitoyning bu xil saxta tashviqotlari jarayonida Sharq Turkistonda tonilgan va Uyg'ur xalqi tarafidan so'yilgan san'atkorlarimizning ilgari o'rilgan naqshi usul va musiqalarini xuddi hozir o'rinlayotgandek, vatan ichidagi xalqimizning hozir ham usul o'ynab, dab-tarang'ishib baxtli yashayotgandek bir saxta manzarni yaratishga urinishi chet ellik kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi 3 aprel kuni chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komiteti yig'inida qilgan so'zida chet ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz Xitoyning bu xil saxta tashviqotiga qarata alohida sezgir bo'lishi lozim. Mayli biz so'ygan san'atkorlarimiz bo'lsin, umuman Xitoy tarafidan tarqatilgan har qanday filmni ham bahrilmasligimiz va uni yoqtirganlik ishoratligini qo'ymasligimiz kerak. Aksi taqdirda bilib bilmay Xitoyning tashviqotini qo'llab bergan ahvolga tushib qolamiz deb ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh taftishi, Amerikadagi uzun yillik siyosiy faoliyatchilarimizdan Ablekim İdris apandi tarafidan qalamga ilingan Qizil qiyomat,
Xitoyning Türk İslam dunyosini talon-taroj qilishi va Uyg'ur qirg'inchiligi nomli tadqiqot asarining inglizcha va turkcha nusxalari yaqinda Amerika Uyg'ur tadqiqot markazi tomonidan nashr qilinib, rasmiy tarqatilishga boshlandi. Ablekim İdris Efendi Türkiye'deki Teklimakan Uyghur Neşriyatı tarafından köpeytilip bisilgan Qizil Qiyomat namlıq mazkur tadqiqot asrida Uyghur qirg'inchiligi oldida Türk ve İslam dunyosining sukut qilib turib olishining orqa ko'rinishi va Xitoyning o'zining iqtisodiy kuchidan foydalanib islom dunyosida ilib berayotgan talon-taroj qilish, sömürüş, tahdid silish qilmishlarini amaliy misollar orqali nihoyat ro'shan holda yo'ritib bergan. Shundaqli kitobda yana Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyati va lagerlarda yuz berayotgan echinishlik strategiyalarni tafsiliy yer olgan. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Qizil Qiyomat nomli asarning avtori Ablekim İdris Efendim mazkur asarni ro'yobga chiqarish jarayoni haqida qisqacha ma'lumot berib, tuvandikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum. Bu kitaplar orqali Sharq Turkistonliklar duch kelayotgan Qizil Qiyomat fojiasini dunyo jamoatchiligiga anglitishga tirishdim. Bu kitobni yozish uchun bir yildak vaqt sarf qildim. Bu kitob Amerikada Center for Uyghur Studies Uyg'ur tadqiqot markazi tomonidan nashr qilindi. Bu kitobda Sharqi Turkiston xalqi duch kelayotgan masalaninki oq ko'rinishini, buningki xalqaroliq siyosiy mohiyatini, bu Sharqi Turkistonda yuz berayotgan masalalarninki boshqa islom davlatlarida yuz berayotganligini va u yerdagi xalqlarning buni qanday ko'ralaydiganligini bularni qalamga oldim. Bu kitob inglizcha va turkcha hozircha nashr qilindi. Amerikada Amazon, eBay va torbetlar orqali sotilyotidi. İnşallah Avustraliya, Yevropaladimi bu torbetlarga yaqinda qo'yiladi. Nashriyat uning uchun ishlayotidi. Bu kitobdagi kutilgan maqsadning birisi Sharqi Turkiston masalasini Uyg'urlar nuqtai nazaridan Sharqi Turkistonning taqdiriga munosabatlik ilinadigan qarorlarda, tadqiq qilinadigan tadqiqotlarda jurnalistlarninki bu masalani texmo tushunishiga foydalanish uchun ajr sarf qildim. Qanchalik muvaffaq bo'ldim bilmayman, ammo o'zimninki buningdan kutgan maqsadim Sharqi Turkiston masalasining bu faqatla bir Uyg'urlarning masalasi emas. Bu bir İslami, Türkiye ve insani bir mesele ekanligini dünya cemaatçiligiga anlatishga tirishdim. Ko'p rahmat. Sharq Turkiston Milliy Ozodlik Armiyasining rasmiy qurilganligining 76-yilligini xotirlash munosabati bilan 8 aprel kuni Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining uyushtirishida maxsus muhokama yig'ini o'tkazildi. 8 aprel Berlin vaqti 17 da boshlanadigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dunyo Uyg'ur Qurultiyining YouTube sahifasi orqali naq maydondan ko'ra olasiz. Hammaga ma'lum bo'lganidek 1944-yili 12 noyabr kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatı 1945-yili 8 aprel kuni G'ulji shahrida maxsus harbiy parad o'tkazib, o'zining muntazam milliy armiyasining qurilganligini jakarlagan edi. Muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarimiz va Uyg'ur qarindoshlarimiz uzun yillardan buyon bu sharafli kunni iftixorlanish va g'ururlanish tuyg'usi ichida xotirlab kelmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.